ko'pchilik kasallar qabulimga kelgan vaqtida aytishadi, işte men ko'p doktorga borganman. Dorilarni ichgan vaqtim yo ta'sir qiladi, yo ta'sir qilmaydi, keyin yana shu ahvol deyishadi-da. Xullas men doktorga borishdan ham hafsalam pir bo'lgan, shu oxirgi umidim sizdan deb kelishadi-da. O'sha sizga shu Instagramda yoki kimdir tavsiya qildi, ko'rib kelganman deb aytishadi. Xo'p, deb keyin sekin konsultatsiyani boshlaymiz. Mana xo'p, dorilarni ichyapti. Mana xo'p, tavsiyalarga amal qilyapti doktorlarni. Lekin bemorda eng asosiy holat uni zararli odatlari, hayot tarzidagi noto'g'ri holatlar, bularni izga tushirmasa, bu 1 oy, 2 oygina ichgan dorilardan u to'liq tuzalib keta olmaydi baribir. Chunki aynan shu ovqatlanish tarzi noto'g'riligi, vaqtida uxlamasligi, organizmga dam bermasligi, xullas zo'riqtirib ishlaganligi uchun ham mana shu organizmida jarayon surunkaliga o'tib qoladi. Как bir dorilar ta'sir qilmagandek tuyuladi. To'g'ri, ba'zi holatlarda vrachlar tomonidan ham yetarlicha dori-darmonlar, yetarlicha tekshirishlar olib borilmaganligi uchun ham lecheniyada kamchiliklar kuzatiladi. Buni yo'q deb bo'lmaydi. Lekin deyarli ko'pchilik holatda 1 oyda lecheniya qilishga juda katta ishonch hosil qilib olishadi bemorga. Lekin bu 1 oyda bo'ladigan ish emas. Yillar davomida rivojlangan mexanizm bu bittada 1 oyda izga tushib ketmaydi. Mabodo o'sha mexanizmlar yana shu sog'lomlashib, joyiga tushgan taqdirda ham, agar bemor yana shu noto'g'ri ovqatlanishi, noto'g'ri hayot tarzida davom etaversa, o'sha kasallik yana qaytalanishi mumkin. Kasallik qaytalanishi 90% holatda sababi shu. Bu videoni tez-tez kasallanadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying va sahifamga obuna bo'ling.